Assalomu alaykum. Shart Trading Online akademiyamizga xush kelibsiz. Bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatayotganlar va bevosita Shart Trading Online akademiyamiz jamoasi a'zolari barchangizga assalomu alaykum deymiz. Bugun sizlar bilan va'da qilingandek tonggi kumush strategiyasining kalit joylarini sizlarga aytib o'taman, ya'ni o'rgatib qo'yaman. Xudo xohlasa, sizlar bundan avvalgi video darsimizda tonggi kumush strategiyasini ishlash prinsipini o'rgandilaring, ya'ni ushbu strategiya o'zi qanaqa, qanday qilib savdo qilinadi, nimaga asoslanganligini ko'rib chiqqan bo'lsalaring, endi xudo xohlasa, albatta har bir strategiyani o'zini kalit joylari bo'ladi, ya'ni qachon ishlamay qoladi, qachon ishlaydi, qaysi paytda savdo qilish kerak, stop lossni o'zi qayerga o'rnatish kerak, take profit qanday bo'lish kerak, mana shunaqa savollar tug'ilishi mumkin. Sizda albatta har bir strategiyada shu savollarga javob berib o'tish kerak. Xudo xohlasa, men sizlarga hozir Shark Tradingning muallifligi asosida tuzilgan, albatta bu mualliflik bor, tonggi kumush strategiyasini sizlarga kalit joylarini birma-bir o'rgatib o'taman. Agar siz tonggi kumush strategiyasini ko'rmagan bo'lsangiz, o'zi bu qanaqa strategiya ekan deb birinchi marta bu videoga duch kelib qolgan bo'lsangiz, YouTube'dan Shark Trading deb qidiring kanalimizni. Kanalimizga kiring. Ana shu joyda tonggi kumush, ya'ni 20-may sanasida o'rnatilgan video dars bor. Tonggi kumush strategiyasi, shuni ko'rsangiz, ko'p emas, 9 daqiqalik video dars, siz bemalol o'zingiz savollaringizga javob topib olasiz. Bugun esa aynan o'sha darsda sekret joylarni sizlarga aytib o'taman. Bugun sana xudo xohlasa 20-may 2025-yil ushbu premyerani sizlar soat 20:00 da ko'rib turibsizlar, ya'ni O'zbekiston vaqti bilan. Demak, boshladik. Xo'p. Endi strategiyamiz mohiyatidan kelib chiqadigan bo'lsak, ushbu strategiyamiz deyarli ishlash prinsipi tongda ishlanadi. 100% tongda ishlanadi, bilasizlar, soat 4 bilan 6:30 orasida ishlanganligi uchun bu davlat ishida ishlayotgan, boshqa ishda ishlayotganlar uchun juda ham qulay. Endi ishlash ehtimolligi qancha? Avval shu savolga javob topa olamiz. Ishlash ehtimolligi hozirgi paytga kelib, agar barcha kalit joylarini o'rganib chiqib, ushbu strategiyaning ichki tartib-qoidalariga rioya qilsangiz, ya'ni qaysi paytda ishlash, qaysi paytda ishlamaslik kerakligini tushunib olgan bo'lsangiz, 85-90% gacha ishlab beradi. O'zbekcha qilib tushuntirganda, har kuni bittadan ishlaydigan bo'lsangiz, 10 savdo kunining ichida 9 tasi pribilla chiqasiz degani. Bitta stop loss olib qolish ehtimolligi bor degani. Agar qoidalarga amal qilmasdan takidda kunda bosaveradigan bo'lsangiz, bu ishlash prinsipi 60 ga 40 ga tushib qoladi. Ya'ni 60% olsa sizlarga o'xshaydi, 4 tasi o'xshamaydi degandek gap. Albatta qoidalarga rioya qilish kerak. Xo'p, birinchi ishlamay qoladigan holat qachon bo'ladi? Birinchi ishlamaydigan holati bu bozor tong saharda ishlaganligi uchun tong saharda gap bilan ochilsa. Gap nimaligini bilsangiz kerak. Mana bunaqa bo'shliq bilan ochiladi bozor. Bilsangiz kerak, soat 1:30 da bozor yopiladi-da, ertalab soat 3:00 da bozor ochiladi. Ya'ni yangi kunga tayyorgarlik ko'rib ochiladi-da, mana orada bo'shliq qolib ketadi. E'tibor bersangiz, mana bo'shliq qolib ketadi. Shunda bozorda bu strategiya ishlash ehtimolligi tushib ketadi. Ba'zi bir joylarda ishlab beradi, lekin ba'zi bir joylarda ishlamaydi. Misol uchun mana bu joyda ishlamagan. Ko'rib turibsizlar, o'zlaring tekshirib olinglar. Mana 12-may sanasida ishlamagan bu strategiya. Chunki nimaga? Bozor gap bo'shliq bilan ochilgan va xohlaymizmi yo'qmi, bozor bu bo'shliqni to'ldirish uchun orqaga qaytadi, razvorot qiladi. Qoida bo'yicha bu joyda soat 4:00 dan keyin narxlarimiz pastga ketgan, 6:30 gacha, lekin tevaga yurish, pastga davom etish kerak edi, lekin mana bu gapni yopish uchun tevaga ketib, maksimumlarni yangilab, keyin pastga qarab ketgan. Bu joyda biz stop lossimizni olib qo'ygan bo'lardi agar biz shu kalit joyini bilmasak. Bu birinchi kalit joyi, ya'ni mana shunaqa gap bilan ochilsa, ya'ni bo'shliq bilan ochilgan bo'lsa bozor, kirmaysiz savdoga, o'sha kuni borib boshqa ishingizni qilaverasiz. Keyingisi, e'tibor bersangiz, mana bunaqa nima yangilik chiqqan paytlar bo'lib qoladi. Sizlar bozorga e'tiborli bo'linglar. Agar kimdir yangilikni qayerdan bilamiz, yangilik o'zi nima tushunmayotgan bo'lsa, bunda ham YouTube kanalimizda javob topasizlar. Kirib, investing.com orqali yangiliklarni bilish, bozorda yangilik bo'yicha savdo qilish degan video darsimiz bor. Shark Trading YouTube kanalida kirib bu darsni ham ko'rib olinglar. E'tibor bersalaring, mana 6:30 da narx keskin tevaga qarab otgan, ya'ni pikoga qarab ketgan. Va nima bo'ladi? Yangilik chiqib, narx bir tomonga keskin yurib bergandan keyin albatta bozor buni atrofga qilish kerak. Ya'ni xohlaymizmi, yo'qmi? Bu joyda sotib oluvchilar miqdori ko'payib ketgan, ya'ni davay degan, mana bozorga aytaylik 10 tonna olma kirganda xaridor ko'payib ketib qoldi. Nima bo'ladi? Bozordan olmani hamma olishni boshlaydi, narx oshadi. To'g'rimi? Bozorda narx oshadi-da, o'sha olmani narxi keskin oshyapti. Tasavvur qiling, kumushda ham bozordan kumushni hamma olyapti, sotib olyapti-da, bay deyapti. Tevaga qarab narx uchyapti. Endi narx sotilib bo'lgandan keyin nima? Hammani qo'lida
olmasi ko'payib ketdi-da, endi qo'pol aytganda, kumush ko'payib ketdi. Nima qiladi? Narx sotish kerak-da endi. Bir varakaga mana bu tochkada sotib olganlar, ya'ni 32.50 da sotib olganlar, endi mana bu tochkaga chiqib turib 32.86 ga chiqib turib birdaniga bozorda sotib olishni boshladi. Xuddi hali bozorda olma ko'payib ketib qoldi. Nima bo'ladi? Hali isrofgarchi olma narxi tushib ketadi deymiz. Xuddi shuni singari endi bu yerda sotib oluvchilardan ko'ra sotuvchilarning qo'li baland kelganligi uchun narx keskin qulab borgan. Ya'ni siz bu joyda hamma sotib olib bo'lgandan keyin narx oshadi shekilli deb sotib olsangiz, bu joyda xato qilib qo'yasiz, ya'ni yeb qo'yishingiz mumkin. Narx keskin tushib ketib qoladi. Shuning uchun hamma olishni boshlagan paytda ehtiyot bo'ling, narx keskin tushib ketadi. Chunki olingan narsa qachondir sotilishi kerak. Bu bozorning qoidasi. Hech kim olmayotgan paytda siz olsangiz, keyin olinish boshlansa, siz dastlabki nuqtada turgan bo'lasiz. Lekin shoshilib narx o'sib bo'lgandan keyin yana sotib olsangiz bu joydan, bu sizning xatoyingiz bo'ladi. Shuning uchun mana shunaqa keskin narx otib olgan paytlarda savdoga kirmaysiz. Bu ikkinchi kalit joyi. Endi take profit va stop losslar qo'yish qanday bo'ladi? Stop losslar har doim siz 7:00 da savdoga kirasiz. 6:30 va 6:00 svichalarda agar siz buyga savdoga kirayotgan bo'lsangiz, misol uchun mana bu joydan misol keltiraman. E'tibor berasizlar, mana 6:30 da swichingiz mana pastda yopilgan va biz mana bu svichadan boshlab tevada yopilgan, uzr so'rayman. Yashil bo'l. Mana bu svichadan boshlab biz nima 7:00 dan selga kirishimiz kerak. Mana bunday holat bo'ladi, ko'rib olasizlar. Baydikini xuddi shuni teskarisi mana. Bu joydan selga kirdilaring, stop loss mana bu 6:30 va 6:00 da svichani ko'ringlar. Maksimumi qayerda turibdi? Qaysi biri balandroq? 6:00 da svichani soyasi baland bo'lsa, o'sha soyani tevasiga qo'yasiz. Lekin bu joyda bizni 6:30 da svichamiz soyasi baland bo'lgani uchun shuni ustiga qo'yasiz. Agar bu pastroq bo'lsa, pastroqqa qo'yasiz. Take profit har doim birinchi navbatda 1:1 bo'ladi. Stop loss bilan birinchisi 1:1. Agar stop lossingiz kichkina bo'lsa, aytaylik, mana bunda kichikroq turibdi, aytaylik 32-31 turgan bo'lsa, 32-35 turibdi bu joyda. Ya'ni to'g'ri 16% turibdi. Biz ko'taramiz, buni iloji yo'q. Stop loss mana bu joyda soyasi tevada turgani uchun 32-31 ga 32-41, ya'ni 40% mayda stop loss bor. Mana bu oraliqda 40%, narxi stop bo'lsa 40% minus bo'ladi. Take profit ham 40% da bo'lish kerak birinchisi. Bu degani 32-31 da kirsangiz, 32-21 da birinchisi bo'ladi. Mana. E'tibor berasizlar, mana rasa narx o'shga tushgan. Yana dalchi pastga tushgan, xohlasangiz ushlab turaverasiz. Va e'tibor berasiz, stop lossga tushirmagan. Agar buy bo'lganda xuddi shuni teskarisi bo'lardi. Tushunib oldingiz degan umiddaman. Endi savdo qilishni ko'rdilaring, gap bo'lsa kirmaysiz. Bozorga yangilik chiqqan bo'lsa, keskin narx oshgan bo'lsa kirmaysiz. Take profit qo'yishni o'rganib oldilaring, doimo 1:1 bo'lishi kerak. Kamida 35% ga qo'yaverasizlar, qo'rqmasdan. Take profit eng kamida 35% ishlab beradi. Bu degani $100 bilan savdoga kirsangiz, ertalab $35 cho'ntagingizda bor. Xavotir olmang, agar qoidalarga amal qilsangiz. Stop loss har doim 6:00 yoki 6:30 dagi svichani maksimumida bo'ladi. Yo shu ikkalasini maksimumda agar siz selga ishlayotgan bo'lsangiz, buyga ishlayotgan bo'lsangiz minimumida bo'ladi. Teskarmachasi bo'ladi. Xuddi shu narsa. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Endi ba'zi bir joylarini men ruxsat beraman, strategiyani o'zingizga moslab olishingizga. Ya'ni xuddi shunaqa ishlatasan deb bo'g'mayman sizni. Bemalol o'zingizga moslab, ancha-muncha indikatorlar qo'shib bemalol ko'rib olasizlar. Va yana bir narsa, bu strategiyani to'liq o'zlashtirgungacha istoriyani ochinglar. Mana bunda kalendar joyini ochib, istoriyaga qaytib bir qator yana tekshirib olinglar, o'zlaringizga moslab olinglar. Sizlar bilan Sharq Trading jamoasi bo'ldi. Albatta, sizlarga ushbu ma'lumotlarni Jasurbek yetkazib o'tdi. O'zlaringiz ehtiyot qilasizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agar sizlarda bizning Sharq Trading jamoamizga bepul qo'shilish istagi paydo bo'lgan bo'lsa, video ostida adminlarimiz manzili bor, ya'ni Sharq admin 1 manziliga murojaat qiling. Aynan mana shu manzil Telegramdan kuchukcha Sharq pastgacha admin 1 manziliga murojaat qiling. VIP klubga qo'shilmoqchiman deng. VIP klubga qo'shish mutlaqo bepul. U yerda sizlarni bepul video darslar, bepul signallar kutib turibdi. O'zingiz ehtiyot qiling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Mana bugungi analizimiz va signalimiz hali ham aktiv holatda ishlamoqda. Agar kimdir mana shu strategiya bo'yicha ishlamoqchi bo'lsa, ushbu video dars unga manfaatli bo'ladi.